Assalomu alaykum, hurmatli va aziz obunachilar. O'zbekiston xalqiga va milliy terma jamoamiz futbolchilariga murojaat. Butun xalq nomidan murojaat. Aziz yurtdoshlar, qadrli futbolchilar va muhtaram muxlislar. Sizlar allaqachon o'zbek futboli tarixida yangi sahifa ochib bo'ldingiz. Jahon chempionati maydoniga chiqqaningiz mamlakatimiz futboli uchun ulkan yutuq, kelajak avlodlar uchun esa buyuk namunadir. Endi sizlarni yana bitta katta sinov kutmoqda. Raqib jahon futbolida o'z o'rniga ega bo'lgan, dunyoning eng kuchli terma jamoalaridan biri bo'lgan Portugaliya terma jamoasi. Bu jamoa shu darajada kuchliki, hattoki bir necha marotaba jahon birinchiligida oltin medalni qo'lga kiritgan jamoa. Lekin bugun maydonga faqat O'zbekiston emas, butun dunyo nigoh tashlab turibdi. Bugun o'zbek futbolining xarakteri, matonati, irodasi va g'ururini butun jahonga ko'rsatish vaqti keldi. Amir Temur avlodlari vatan sharafi uchun qanday kurashishini, qanday jasorat va sadoqat namoyon qilishini butun dunyo bugun ko'rib qo'ysinlar. Aziz futbolchilar, maydonga g'alaba uchun chiqinglar. Har bir to'p uchun jang qilinglar. Har bir vaziyatda oxirigacha kurashinglar. Raqibga erkin harakat qilishi uchun imkonini bermanglar. Tartib, intizom, mustahkam himoya va tezkor qarshi hujumlarga katta e'tibor qaratinglar. Natija qanday bo'lishidan qat'iy nazar, agar sizlar maydonda bor kuchingizni berib, vatan sharafi uchun yuragingizni qo'yib o'ynasangiz, sizlar allaqachon xalqimiz qalbidan joy olgan qahramonlar bo'lasizlar. Qadrli muxlislar, bugun futbolchilarimizni qo'llab-quvvatlaylik. Ularning yelkasiga ortiqcha bosim emas, ishonch beraylik. Chunki ular bugun nafaqat o'zlari uchun, balki O'zbekiston xalqi uchun maydonga tushmoqdalar. Biz g'alabaga ishonamiz. Biz jamoamizga ishonamiz. Biz O'zbekistonga ishonamiz. Olg'a O'zbekiston, olg'a milliy terma jamoamiz. Rahmat.